Jasmin degan bir ayol bor, Moskvada yashaydigan. Jasmin Trans deyishadi ular. Nimaga urushib qolgansizlar? Men uni hurmat qilaman. Uni tushundim. Yaxshi ko'raman. Mana sizga aytib beryapman deb. Dan keyin Moskvaga konsert berdim Moskvada. Moskvada keldi, ashulalarni birga aytdi o'sha yerda. Lekin bizani restoranga taklif qildi. Biz bordik. Shundan keyin bir ikkita insonlar unga qanaqadir noto'g'ri gap gapirib qo'yishgan, что men uni to'g'risida gapirdim, что menga ko'p telefon qilyapti, yozyapti. Men bunaqa narsalar demaganman, a u shunaqa deb o'ylagan, ishongan u odamlarga. Keyin ochni stavka qilganman, to'xta deganman telefon qilib. Men bunaqa narsa demaganman deb eshittirdim. Yo'q, sen shunaqa demagansan, voy nima deyapsan deb keltirib berganman. Men siz to'g'ringizda bunaqa, men o'zi bunaqa qizman, hech qachon odamlarning orqasidan gapirmayman.